Vatandaşlar. Bugünkü islaha 2023 yıl 7. ayının 5. günü haftaya Çarşamba vatandaşım. Biz sizlerge söyleyip kilovatımız yeniden bayqıdık. Uygurlar doğrusu da Amerika Qo'shma Shtatlar hükümetinin bundan 2 yıl burun qanday qaror alganligini ve qanday so'zlanganligini ve bu söz Amerika Qo'shma Shtatlarning Uygurlar to'g'risidagi maydonidan alyaski suhbatida qanday oshkora ve ochiqdan ochiq o'tirib qo'yilganligini, butun dunyoning xabar topganligini so'zladik. Bu suhbatda Davlat ishlar kotibi Antony Blinken dedi ki, bu senin mening o'tiramdagi ish emas. Uyg'uriston Jungoning ichki ishi emas. Tayvan Hong Kong Jungoning ichki ishi emas. Bu sen bilek Jungo'la Amerika o'tirisidagi ish emas. Dunyoviy ish. Dunyoviy masaladir. Rahmat Amerika. Müşahede şunu bir tahlil qilaylik vatandaş. Uyg'uriston Jungoning ichki ishi emas. Baravar Uyg'uriston mustamlika deganlikka. Uyg'uriston Xitoyning ichki ishi emas. Baravar Uyg'uriston tajovuz qilingan zaman amaliyotda tajovuz qilindi deganda siz bilan biz da'vatimiz Jungo Ozodlik armiyasi atalmış Uyg'uriston kirganda kim bilan urush qildi? Hech kim bilan urush qilmadi. Çünkü o vaqtda Uyg'urning Milliy Ozodlik armiyasi qurolsizlantirildi. Manas daryosi bo'yida yugallendi, tizginlendi. Manas daryosi bo'yida to'xtatib qo'yildi. Hatta Rossiya bilan Mavzudong birlashib, Stalin bilan Mavzudong birlashib, xalqaro jamiyatga bu armiyani Milliy Ozodlik armiya Uyg'ur armiyasi 5-korpus dedi haqorat qildi. Uning mustaqillik uchun jang qilayotgan armiya ekanligini, xarakterini yo'qotdi. Vatandaşım. Şimdi bugün Uyg'uriston Jungoning ichki ishi emas. Tajovuz qilingan amaliyotda Stalin arvaga, to'rikcha, mashinaga, bizden tilimizda aviatsiya aeroplan, harbiy aeroplan Muşu qurolli qatnash vositalar orqali Xitoyning ozodlik armiyasini Uyg'uristonga elib kirdi. Buni elib kirishning sababi asosiy yoki 1948-yili 5-oyning 20-kuni Rus-Xitoy ikkisi birlashib Harbin shahrida tuzilgan shartnoma. Harbin shartnomasining 8-moddasiga asosan nima degan? Jungo Ozodlik armiyasının Şinjan'a kirişiga, yoki Uyg'uristonga kirishiga yordamlashamiz degan va'dasi bo'yicha Stalin Xitoyning Ozodlik armiyasini atalmış Uyg'uristonga boshlab kirdi. Shunga buni tajovuz deyishga bo'lmaydi. Nima ishga desangiz, bu kirib bilan urushgan bo'lish kerak. Kim bilan urushdi? Bu yer ozod bo'lib qoldi-ku. Jungo Kompartiyasining boshlig'i Mao Zedong dedi, Şinjan tinch yo'l bilan ozod bo'ldi dedi. O bekat nima? Sen mesela kimden azat kıldın bu vatanını? Kimden kılıdın? Kim bile uruş kıldın? Gomindan Xitayların bile yok. Sen Şinjan rayonunda Müslimlik Uyguristan'da Jungo Kompartiyasının atalmış azatlık armiyası Jungo Gomindan armiyasıyla uruşkını yok. Jungo Gomindan armiyasını mağlup kılgan armiye yeni tüzülüp yeni kurulgan yeni teşkillengen Uyguristan Milli Azatlık Armiyası bu vatanni Gomindanning qo'lidan ozod qilib bo'ldi. Bu armiya Manas daryosi to'xtadi, bir qadam Urumchiga to'xta dedi xalqaro jamiyat. Bu yil 2-oyda Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi Tibet to'g'risida 2-oyning 9-kuni qaror olib nima dedi? Tibetning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini Jungo Kompartiyasi tartib oldi. Shundaqla Tibetning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini xalqaro jamiyat tartib oldi dedi. Men bu qonunlarni Uyg'urga tatbiqlaydigan bo'lsam, Uyg'urning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini Stalin bilan Mao Zedong birlashib tartib oldi. Va shundaqla Uyg'urning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini xalqaro jamiyat tartib oldi. 1945-yili 10-oylarda
Uyg'urning Milliy ozodlik armiyasi Manas deryası boyida to'xtatildi. Uning Stalin bilan Mao Zedong nima deb ism qo'ydi? 5-korpus. 5-korpus degan ichki urush degan gap vatandosh. Biroq Uyg'urning Milliy ozodlik armiyasi mustaqillik qurishi boshladi. Mustamlikchilikka qarshi mustaqillik qurishi qo'zg'adi vatandosh. Shunaqmi? Shunga bugun Uyg'uriston Jungoning ichki ishi emas. Uyg'uriston Jungoning ichki ishi emas, barobar mustamlika deganlikdir. Barobar tajovuz qilingan yoki Stalin askeriy qismlari boshlab Xitoyning ozodlik armiyasini boshlab kirgan burayinga bu o'lkaga deganlikdir. Vatandoshim, tunugin sizning mening tasavvurimda olqib ketdi. Rahmat. Amerika siyosat maydonini, Uyg'ur to'g'ri siyosat maydonini mushu darajada o'ttirg'a qo'ydi. Rahmat. Amerika dedi vatandosh deyishimiz kerak. Büşük diye tip deyişimiz gerek. Yol boyu menhep yürüp deyişimiz gerek. Küreş meydanını deyişimiz gerek. Vatandaşlarım. Hatta şehitlerimizin royu hem şundak deyiş gerek. Rahmet Amerika deyiş gerek. Olqib ketdi. Sizin tasavvurunuz, mening tasavvurumda olqidi. Xalqaro jamiyatga jakarlıdır. 2021 yıl 3. ayının 19. 18. günü Alyaskada. Hazır xalqaro jamiyat bilib oldu bunu vatandaş. Faqatla paket, normal bir ahval. Yoki tarixning shu jarayondagi paket o'ttirg'ili chiqsili bo'ladigan bir payt yetib keldi vatandaş. Şuna biz bir yerga Uyg'uriston Xitoyning ichki ishi emas deganda mana shunday ta'bir beramiz vatandoshlar. Endi hozir sizlarga so'zlaydigan emas. Endi yushurib, yurish va boshqa harakatlarni qilishning e'tibori qolmadi. Ko'rdingizmi? Men boshda so'zladim. Mana bu mavzuni o'ziga qarab bakın. Odamlar tafakkur asosiyati o'xshash bo'lib qoladi ba'zi chog'da deyman. Endi yushurib, yurish va boshqa harakatlarni qilishning e'tibori qolmadi. Nima demakchi? Masalan, Uyg'uriston undaq edi, Tibet bundaq edi, Shangang bundaq edi, Hong Kong undaq edi deb tushuntirishning ma'nosi qolmadi. Buning uchun Jungo Kompartiyasining yolg'on yavraq tarixi so'zlab yurishning ma'nosi qolmadi. Hech nima qolmadi, chilib bo'ldi, o'tirg'i chiqib bo'ldi vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi, davlat ishlar kotibi Antony Blinken dediki, Uyg'uriston Jungoning ichki ishi emas. O'tirg'i chiqib bo'ldi. Men mavzuni o'ziga qaraganda endi yushurib, yurish va boshqa harakatlarni qilishning e'tibori qolmadi. Amerika Jungo suhbati Alyaska shu haftada muxbirlarni qochirmay suhbat maydonida oshkora munozara qildi. Leksiyam uzrab ketmasin, meni o'chirib davomini so'zlaydi vatandosh.